top 10 ta eng zo'r video uchun modlarda ko'rib chiqamiz. Qani ketdi. Top 10-o'rinimizni pullar modi egalladi. Rossiyskiy pullar va dollarlar. Ko'rib turibsizki, bunda hattoki eng katta miqdordagi pullar ham bor. Xuddi shunday tanga rossiyskiy rubllar qo'shib chiqadi. Bu rossiyskiy akalarimiz uchun yaqinda Telegram kanal ochaman. O'sha kanalga modlarni joylayman. Qani endi top 9-o'rinni egallagan modga o'tamiz. Top 9-o'rinimizni egallagan mod bu Jiguli modi. Bilimli Rossiyaniki, shuning uchun salgina qaradi. Bu ham Rossiyaniki, lekin mana Jigulilar har xilcha qo'shadi. Faqat bular emas, har xil ranglilari ham bor. Va buni qanday minadi desalaring, pendur chiqadi, o'shan bosadi va drift boslang minadi. Ba'zan eshik yopilmay qoladi, drift bosaversalaring qanday o'tirasizlar va klip chiqadi, yopasizlar, bo'ldi. Top 8-o'rinimiz egallagan modga boramiz. Qani let's go. Top 8-o'rinni egallagan mod bu. Aniqrog'i Arnold qahramonlaridagi analar bo'ladi-yu, askarlar, o'sha Arnold qahramondagi bolalar, o'shalarning narsalarini qilib beradi. Masalan, qilich, shunaqa narsa ekan. Bu kamon ekan, mana o'qi. Mana kamon ekan. Bu o'zimizning nayza bu kiyimlar ham anchagina o'zgargan. Va qalqonga baho beringlar. Juda zo'r. Va bu nimaga tushunmay qoldim. Bu Mike degan qirol va bu ko'ribsizlarki anchagina o'zgargan. O'zgargan anchagina. Hozir sizga ko'rsataman. Buni qaranglar. Qanday bu? Qanday ko'ryapsizlarmi? Mana bu narsani. To'g'ri, men telefon o'ynab chiqaribman. Bu telefon uchun hamma va versiyalarga mos keladi. Qo'rqmanglar, bu meni versiyam bunaqa emas deb. Qo'rqmanglar, bu hamma versiyaga mos keladi. Qo'rqmanglar har doimdek. Bu nima deysizlar? Bu durbin ekan, bolalar. Men yaqinda bildim. Masalan, u pullarni yaqinlashtirib ko'rsataman. Yo'q, ular ko'rmas ekan. Endi ko'rinyapti, qanday bolalar? So'ra. Yo'sh o'tyapti. Bu hozir. Mana to'g'rilab oldim. Bitta so'zim buzilib qoldi. Bu Mac degan qirol. Xavotirlanmanglar, buni qana ishlatamiz. Bu ham kamon ekan, mana rangi o'zgarib o'tadi. Qizil rangga o'tamiz. Qiz o'rgilib qolish kerak endi. Do'stlar, ranglar o'zgaryapti va qizil degani bu tayyor hammasiga degani. Ana u bolani qo'yibsini o'ltiramiz, bechorani. Shunday zo'r qilollar qo'shgan. Bu nima deysizlaring hozir? Bironta hayvonlar bo'laylik, masalan, mol va bitta blok kerak bo'ladi. Uni uraymiz. Bu Minecraftga yaqinda kelgan qurollardan biri deb qo'ydim o'zi. Motor paydo qilib endi umzadasi bilan tepaga chiqib, pastga tushib, bitirsalar bu ma'qul. Mek bo'lish kerak edi, hozir mek o'ziga boshama. Mana ekan mek. Bu nima agar? O'zim tushunganim yo'q, bu nima? O'zim tushunganim yo'q ekan. Qana endi top 7-modga o'tamiz. Ko'rgan ba'zilarga bu nima? Elitra. Kuzatib qo'ydi. Kayper indirdi. Juda chiroyli. Qani endi top 7-modga bo'ladi. Top 7-modimizni mana shu telefonlar egalladi. Bitta iPhone'lar emas, bu qanday ishlaydi desalaring, bitta qo'ysalaring bo'ladi. Bu bironta videoda telefon do'kon bo'lsa, o'sha kerak bo'lib qoladi. Juda zo'r. Bitta telefonlar emas, juda har xil telefonlar bor. Endi
keyingi modga o'tamiz. 6 modga vaqtimiz juda kam. Qani ketdi 6 modga. Qani let's go. Top 6-mi yo 5-miga keldimi? Top 6 modga. Mana shunday horrorlar egalladi bolalar. Horrorlar xuddi shunday. Oh, that's okay. Bolalar, bu nedir? Yapma bunu. Bu nedir katlar yapacağız. Yapıyoruz özellikle yani top 5. mod yapalım. Hadi let's go. Top 5. o'rinda mashinalar egalladi. Bu qanaqa mashinalar desalaring azizlar. Ayni ranglilar bor. Faqat shu ranglilar bor, hammasini olib chiqdim mana. Mashina. Pushti rang deysizmi? Ko'k rangi faqatgina salgina ranglar kam ekan. Endi minib ko'ramiz. Nima chiqmayapti-ku? Minish chiqishidaydi. Aytgancha, bu faqat bizay uchun qo'yilgan. Xolos. Bu mashina sotish uchun, biror narsa qilish uchun kerak bo'lib qoladi-ku. Bu shunaqasidagi kerak bo'ladi bu. Lekin ursalaring bo'ladi, u tepaga uchib urganda tepaga uchib ketib obatar. Bug bu. Urganda tepaga uchib ketadigan bug bor. Unchalik urmanglar. Mana bo'lmaydi. Bu birinchi xuddi shunaqa mashina sotayotgan paytda yoki yasama mashina deysiz, xuddi shunday modlarga shunaqa videoga kerak bo'ladi. Qani endi top 4-modga qani let's go. Top 4-o'rinda bizning bunaqangi kredit mana karta modi egalladi. Xuddi shunday karta kerak bo'lib qolsa, lekin bu ruskiy. Mana shuni bossalaring, uncha mana ozgina o'xshamayapti ishlamay qoldi. Shunday videolarga kerak bo'lib qolsa ishlatasizlar. Mana mana shu narsa kredit karta, mana shu karta yotoqlasini turadi, bunaqangi yotoq turasini turadi, o'shanda bo'ladi. Mana u esa mana uda bo'ladi. Esingni chiqarmanglar. Tuxum qayerda bo'lsa bu tuxumda bo'ladi. Bu eng pastda bo'ladi. Qani endi top 3-modga aytgancha bu juda zo'r moda. Mana bu tepasi rossiyskiy qani ketdi, juda zo'r moda. Top 3-mod. Bu mod tank modi. Bitta tank qo'shadi bu mod. Bitta tank, u juda chiroyli va unga kirsalaring o'tishni yozuv chiqadi. Welcome, Commander. Dash 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 dash. For mobile devices, tap to use the machine gun. Press and hold to use the machine gun. Dash 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 dash. For Windows 10, left click to use the machine gun. Right click to use the main gun. Dash 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 dash. Moya beradi. 5 3 2 2. Juda zo'r, ha? Bu top 2-modga ketdi. 3-modimizni bunaqa galemlar egalladi. Bedrock galem. Unaqa tutib qurib bo'lmaydi. Esingni chiqarmanglar. Bu 6-galem. Qursa bo'ladi. Har xil galemlar bor. Va ular yasab bo'lmaydi. Hozir ko'rsataman. Qo'yib olay mana. Har xilchalari bor. Daraxtlisi ham bor, tinitlisi ham bor. Mana tinitlisi o'lganda oxirida portlab o'ladi. Mana daraxtlisi, muzlisi deysizmi? Juda ko'p. Endi top. Mana demoqchi edim bu. Bo'ldi. Yasashni o'rgataman. Yasab bo'lmaydi. Masalan, tinitlisini olaylik. Masalan, qayerdaydi? Mana. Buni kasalaring hali bu motor olib tashlaganim yo'q. Masalan, niye boshqa qo'ymadimmi?
Orada gugurtib qo'ydim. Mana yasab bo'lmaydi. Faqat ularning ichida tuxumi bo'ladi. Bu usulda survivalda yasab bo'lmaydi endi. Top ikkinchi modga qani let's go. Top ikkinchi modda velosipedlar modi egalladi. Va ularning qismlari bularni survivalda yasasa bo'ladi. Ko'rib turibsizlarki, bolalar. Bombochka velik termidi skor. Bu skor velik emas. Mana bu skor velik, bu qanday velik. Bu skor velik. Mana bu bombochka velik termidi, bu termidi. Bu qanadir g'alati velik. Uni bilmayman qanday yasaladi. Men ham bilmayman. Uni survivalda ko'rasizlar. Survival o'tsalarki uni bossalar o'zi qanday yasashni ko'rsatadi. Endi top birinchi mod. Qani let's go. Birinchi modimizda mana qanday modlar yozildi. Militsiya mashina, taksi mashina va school bus deb maktab avtobusi. Buni mana o'zimizni oddiy mashina qilib yursak bo'ladi. Mana u tez yordam mashinasi. Ular minsa bo'ladi, lekin eshik ochilmaydi. Juda g'aroyib. Ular zona saqib ishlatsa bo'ladi. Bularni ishlatsa bo'ladi. Endi bo'ldi. Video tugadi. Like va obunani bosib qo'yinglar. Bu modlarda hozir qanday ko'rsataman. Agar u qandaydir bu mod, qandaydir desalaring, deb o'tirmanglar va yuzdan ko'rsatib chiqaman. Qani let's go. Bolalar, biz videoga olgan baza 34 megabayt ne egal 34,5 megabayt yig'ibdi. 103 ta dvorlikdan bor bolalar bilasizmi? Endi davay yuzini ko'rsatib chiqaman. Buni bosaman. Ko'rsatiladi. Voy lekin menga hali bir hayronman. Aytgancha odamlik vaqt tez o'tmoqda. Aktivdan chiqarib yuboray. Mana shuni. Endi biz ishlatgan modlarni ko'rsatib chiqaman. Bunda emas, bunda 50 bitta modim bor. Hozir buni ham aktivdan chiqarib tashlayman. 52 ta bo'ldi. Mana biz managa karta mashinamiz, mana bu bunagi o'zimizga qo'yib chiqqan mashina. Bu mod ishlatilmadi. Mana bunagi smartfonlar ko'rsatdim-ku qo'yilgan. Bu managi pul mod. Bu managi avtomat shunaqangi kiyimlarni o'zgartirib yuboruvchi mod. Managi horror mod bu. Bu managi hozirgina top birinchi moddagi mod. Pastroqda gala mod mana shu yerda shunday ko'rinadi. Pastga tushsalaring biz bu ishlatgan velosiped mod mana. Yana pastga tushsalaring bular ishlatilmagan modlar bor. Eng pastda bunagi tank mod bilan Jiguli mod. Ko'rib chiqdilaringmi hammasini? Qana endi video to'xtaydi. Rahmat, obuna bilan bosib qo'yinglar bo'pti.